So'nggi 2 kundan beri Eldor Shomurodov haqida ko'p yangiliklar chiqmoqda. Albatta, bularni rasmiy xabarlar yoki tasdiqlangan yangiliklar deb bo'lmaydi. Kuni kecha L'Equipe nashri Eldor Shomurodovga MLS vakili Atalanta Uniteddan jiddiy qiziqish bo'layotgani va Roma ham Eldorni Atalantaga sotishni o'ylayotgani haqida yozdi do'stlar. Bu yerda juda ham muhim detal. O'zbekiston milliy terma jamoasi tarixiy mundialga chiqqandan keyin 2026-yilda AQShda bo'lib o'tadigan mundialda ishtirok etadi. Shu jumladan bu mavsum ham terma jamoada, ham o'z klubida eng yaxshi mavsumlardan birini o'tkazgan Eldor Shomurodovning shartnomasi Roma bilan 2026-yilning iyunida o'z nihoyasiga yetadi. Bu degani mundialdan keyin Eldor xohlagan klubiga tekinga ketishi mumkin. Roma esa bilasiz Shomurodovni 18 million yevro evaziga Genoadan transfer qilgan edi. Va tabiiyki Roma Shomurodovni tekinga Rimni tark etishni istamaydi. Shu sababli Roma ayni paytda ham Shomurodov pik formasida bo'lib turgan paytda MLS klubidan yaxshigina menimcha transfer pulini ishlab olmoqchi. Lekin albatta biz Shomurodovni MLS ga ketishni xohlamagan bo'lardik do'stlar. Futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin, lekin ayni paytda Shomurodovning o'ziga Yevropa top 5 chempionatidan, shu jumladan Italiyaning o'zidan ham juda ham ko'plab klublar qiziqish bildirayotgani aniq. Yana bir ma'lumotga ko'zim tushdi. Gretsiyaning Afina AEK klubi ham Shomurodovga qiziqish bildirayotgan ekan. Roma esa Gasperini qo'l ostida sal boshqacharoq jamoa qurmoqchi, lekin Shomurodov bu murabbiy qo'l ostida yanada o'sadiki, jamoaga yanada ko'proq yordam bera oladiki, aslo xalaqit qilmaydi. Faqatgina Shomurodovdan foydalanish kerak. Ranieri unga imkoniyatlar berganda Shomurodov qanchalik porlaganini birgalikda ko'rdik do'stlar. Shu kuzatishda davom etamiz, lekin menimcha Shoma MLS ga ketish kerak emas.